Salomatmisizlar o'quvchilar? Tak, boshlaylik bugungi testni. Bugun yana o'sha o'quvchilardan kelgan savollarni hisoblaymiz. Birinchi hisob. При каких значениях A, B и C равенство будет верным deydi. Bu yerda endi o'quvchilar nima qilamiz? A bilan B ning o'rniga berilgan javoblarni qo'yib chiqamiz. Masalan, A 2 bo'lsa, bu vaqtida B mesela A ответini ko'raylik. A ning o'rniga 2 yozamiz, B ning o'rniga 2, C ning o'rniga 1 ni yozsak, durust keladi. O'ng tarafida A ko'paytirilgan B, 2 ko'paytirilgan 2 bo'lingan 1. Endi so'ng tarafi 4 chiqdi, o'ng tarafi 9 chiqdi. Demak, durust javobi A. Durust, молодцы. Yo'q, birinchi C emas durust desam, C kelmay qoldi. Katta Xudoyli ikkinchi hisobni ko'raylik. Крестьянское хозяйство Алма закупило линию по разливу сока. Если сок разлили в банке емкостью 2 литра, то понадобится на 200 банок больше, чем банок емкостью 3 литра. Сколько литров сока необходимо разлить крестьянскому хозяйству? Bu bo'lsin, bu ответlarni qo'yib chiqsak bo'ldi. Bizda deydi, qancha litr bo'lishi kerak? Agar bizda X litr bor va uni biz 2 litrlik bankalarga qo'ysak, yoki bo'lmasa 3 litrlik banka qo'ysak, shu bankalarning sonining ayrimisi 200 bo'lishi kerak ekan. Masalan, 2000 ni olaylik. Например, avvalgidek A ni ko'raylik. 2000 ni 2 ga bo'lib atsanglar 1000 qoldi. 2000 ni 3 ga bo'lsanglar butun son chiqmaydi. Shuning uchun уже 3 bizning son ham 2 ga ham 3 ga bo'linishi kerak. Shuning 2000 ketib qoldi. Qolganlari ning hammasi ham 2 ga ham 3 ga bo'linyotdi-da, kelyotdi. B ni ko'raylik. 1200 olsak. Agar bizda общий объем 1200 litr bo'lsa, uni 2 ga bo'lsanglar 600 banka kerak. 2 litrlikdan 600 banka kerak bo'ladi. Agar shu 1200 litrni 3 litrlik bankalarga qo'ysanglar, u vaqtida 400 tal banka ketadi ekan. Ikkisining ayrimisi 200 mi? Да, ikkisining ayrimisi 200. Всё. Тогда получается bizning durust javobimiz B. Yangi qo'shilayotgan o'quvchilarga hammalariga ham bir qatim salomatmisizlar. Давно kirmay endi kirgan o'quvchilar тоже отдельно salomat bo'lsinlar. Katta Xudoyli 3-chi hisobga. Ряд чисел подчиняется рекуррентной формуле. Найдите следующие числа. Endi рекуррентный degan bir какой-то зависимый degan so'z. Masalan, birinchi son ikkinchi son birinchi songa зависит. Bir какой-то закон bo'yicha deydi. Bu yerda ko'ryapmiz. 1 degan, yozib chiqay. 1, 8, 24, 27 va 64 bo'lsa, andik son qancha bo'lishi kerak deydi. Endi o'ylab boqaylik, bu yerda qanday son kelishi mumkin? Masalan, 1 ga 7 ni qo'shib etsak, 8 durustmi? Biroq 8 dan 27 chiqish uchun cho'ta yomon jiq qo'shishimiz kerak. 19 ni qo'shishimiz kerak. Keyin texmi uyg'onsa, в общем, +7 +19 degan yaxshi emas ekan. Buni o'chirib yetay. Yana qanday связь bo'lishi mumkin bu yerda? Mumkin, sizlar ko'ryapsizlar, ko'rmayapsizlar bilmayman. Bu bizda 1 degan 8 deganimiz, 1 ni tashlab qo'yaylik. 8 deganimiz это 2 ning kubi, durustmi? 2 - 2 4, 4 - 2 8. Va alaykum assalom yana bir qatim. Katta Xudoyli 27 deganimiz u 3 ning kubi. Ну, mayli 1 ning kubi yozib qo'ysam, 1 ning becharining любой darajasi bir o'zi. Shu vaqtida nimga berilgan ekan bu yerda? 64 deganimiz u 4 ning тоже kubi. 4 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 4 64 chiqadi. Undaqda mayda
қандақ сан келіш керек? Десеңла 1, 2, 3, 4 дейсілер деп, bu yerda получается bo'ldi 5ning kubi. 5ning kubi deb tex javob bermedinglar. 5ning kubi ko'plab etsak, 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5 chiqadi 125. Durust, Sabina. A degan durust. В ряду чисел 3, 8, 15, 30, пропуск 24 пропущено одно число. Если мода ряда чисел равна 24, то пропущенное число равно. Bunu, kısaca 6. sınıfta ötüsleslerdi. Sanla berilgen. O sanlanın arifmetikалық отырысын тип оңладайды. Әңіскен размах деген нәрсе ба, разница между максимальным числом и минимальным деген ба. Янылы мәшедінім сорайды иногда мода. Анты мода деген нісілер, өзіңа яқшычын нісілер. Мода дегеніміз бізді әң жық. Мәселен, әмісі язда в основном ақ киім киді, дұрыс па? Мода, белая одевать, или я не знаю, азыр. Оверсайз мода, дұрыс па? Юған размерлен киіш. Ашу жық әдәм қылған нәрсіміз мода дейміз ғой хаятта. Шындақлы санлада мода дегеніміз әң жық қайтылынған сан. Вә әгер модасы 24 болса дейді, демек мәшәді 24 әң жық болыш керек. Bir tal 24 ба, шының үшін мәдімі 24 өзі түшіш керек. Шоқты 24-тің 2 tal, и бұла әң жық повторяются. 3, 8, 15, 30-лар қайтыланмады. Яқшы. Şu vaqtida bu yerda оңай ответ Б. Пятый сапны көрелі. 4 человека на 4-местной скамейке могут разместиться в каком порядке? Bu yerda qaranglar. Конечно, комбинаторика дегенni сөзні бұным деген сөз деп қоқмастын. Біз әрқачан просто ответларын қойып шықсақ болды деген әң легкий вариантымыз бар ғой бізде. 4 адам дейді. A, B, A, B, C, D болсын. Şu vaqtida bular мұштақ отырыш мүмкін 4 орынға A, B, C, D деп. A білен B отырып тұсын, C білен D орын алмаштырыш мүмкін. D, кейін C деп. Кейін не болды? Мәселен, A, B, C білен D только или D білен C 2 вариант дұрыс ма? Әнді кеттік B-ні өткеміз. B-ні өткісек, B-ның орнына C кәсі, B, D болды. A, әнді C білен B орын алмашса, не dedim? A, C, B білен D орын алмашсақ, D білен B. И, в общем, мұшта езіп шықсаңлам болды. Бірақ бұл ұзақ ел, бұл әнші яқшы емес. Шының үшін біз мында дейміз. Әдәмлі беді орын важен, дұрыс ма? А бірінші орында отасы, А уже 2-ші орында отамайды, дұрыс ма? Потом следующий варианты А 2-ші орында отырды, А 3-ті, А 4-ті. Шының үшін беді қанчытал возможный исход теп үшін біз просто мұшып қанчытал әдәм болса, шу әдәмнің факториал деген нәрсін алымыз. N факториал дегеніміз 1 көпейтілген 2, көпейтілген 3 и так далее көпейтілген N санның көпейтіндісі. Номер 4-ті 24 дейді. Дұрыс, 24 дұрыс. Комментарияларыңа кейін келді, шының үшін бірден 5-ші шығып, ақсық 4-ті кетіп қалады ма? Әнді бізді 4 әдәм 4 орын болған ки, біз кереге 4 факториал. Şu vaqtida 1 көпейтілген 2, көпейтілген 3, көпейтілген 4. Әмісіні көпейтіп әтсаңла, просто болды. 64-те кетті, тоқтап тұрыңла. 2, 3, 6, 6, 4, 24. Шыны атамсызлар, суаларыңла болса, как обычно, езіңла комментарийға.
Если сумма во всех столбцах и во всех строках равна, то найдите сумму вот этих всех чисел. Шуақтыда санланы. Горизонтально туған сананы қоссақ, аңскем оны вертикально туған сананы қоссақ, әрқашан бірдек дейді. Бұндақны біз магический квадрат деп атап қоймыз. Магический квадрат деп атап қоймыз. Тапайлы. Мана бірінші строчкада үшелі сан берілген жоқ. 14 қосылған 5 қосылған 11 çıkıdı. 14 11'nin лучше қоситыңа 25, еще 5'ni қоссаңа 30. Получается, her bir строчкада 30'дан çıkış керек ve her bir столбецтен тоже 30 çıkış керек. Так как отдельно А, Б, С, Д, E'nin sormadıdı қосындысы керек қой. Мана мұны 3 санның қосындысы A, B, C'nin 30. Походу A, B, C'ға уже 30 деп сразу yazыватса. Не надо C находить, А, Б отдельно кейін қосшыны айтып. А вот D белгісі. Шының үшін D-ні теп үшін мұны ikkinchi строчкадан 7 ба 10 ба уже 17 дұрыс ма? Дұрыс, 17 болса 17 D вақты 30'дан 17'ni versаңа 13. D тең 13. Әңгілес қойсам амды. D тең 13. Ну и 30'ге 13'ni қосып әтсек, вообще оңай бекінкі вариант. Математическая грамотностьқа наштақ яқшы пән ғой. Әр қандақ сыныптың оқушысы 5'тін татып, кіріп чықыралайды почти. Ну, конечно, 9-10'ның программалары бар, иногда чықалды. Но в основном сапымыздақ теоретические сапла, логические сапла. Алтые дұрыс. Яқшы бүгін активно қатнашыватсыздар, молодцы. Кеттік дальше. Ертеңші сап. В летнем лагере 248 детей и 28 воспитателей. В автобус помещается не более 46 пассажиров. Сколько автобусов требуется, чтобы перевести всех из лагеря в город? Бияд иногда еще мындақ сұрақ қойылыш мүмкін. Әрбір машиндық, по крайней мере, бір воспитательдің болуш керек деп иногда дейді. Бірақ бияд ондақ демепті. Шуның үшін нем қылмыз? Просто сначала общее количество людей тапайлы. Шуның үшін 248-ге қосып етміз 28-не. Так, 6 бір ойдыки білен 7, 276. Ребят, аккуратно чықырайлы. Не более 46 пассажиров дейді. 46-дан ошық болмаш керек деген кен, біз нем деп ала аламыз беді? 45 деп аламыз ма? Не более деген кен, просто 46-дан жық болмаш керек деген кен, мен кішкем спорный момент болады. 276-ны қараңыз. Сілер 46-ге бөлсеңлер, 46-ге бөлсек қанша болды? 6 болды. И 6-ны белгілеп етсеңлер, хата шығып. Немешке етсеңлер, беді 46-дан ашмаш керек деді. 46 болмаш керек деді. Шының 276-ны бөліміз 45-ке. Мұны хата. Специально көзді қойай. Бедімі 6 с чем-то çıkıdı. 6 с чем-то машина аламаймыз ғой. Значит, біз округлять қылымызда бұны в сторону увеличения округлять қылымыз. 6,5 автобус аламаймыз. Шының дейміз 7 автобус керек. Шо D деп, жықсы D деп нем қылымыз 7 де. Бірақ D балла яқшы емес. Мұны не более деген кен 46-дан аз дейді.
Ketdik дальше. 8-ci hesab. В расписании на понедельник 6 уроков. Алгебра, геометрия, биология, история, физкультура и химия. Составить его надо так, чтобы алгебра и геометрия стояли рядом. То есть, mesela алгебра, геометрия birinchi kelsa, keyin уже bo'lishi mumkin биология, история, физкультура и химия. Ой, kechirishlar, химия. Bu первый вариант, birinchi способ. Ikkinchi способda, masalan, algebra, geometriya qolsin, biologiya bilan istoriyani o'rni almashtiraylik. Istoriya, biologiya bo'lsin. Buni qaranglar, зафиксировали. История, биология, ну и физкультура bilan химияni mayli qo'yib qo'yaylik. В общем, andag'i-mandag'i deb chiqqanda, men dedim-ku bu yerda qanchata odam bo'lsa, nimta hisobimiz 4 odam qancha способ bilan o'tirishi mumkin degan. Bu yerda mana shu hisob, bu yerda biroq 6 pan olmaymiz, bu yerda 6 panning 2 pan все время birga menish kerak ekan. Shuning uchun biz buni как один предмет deb olamizda. U vaqtda qoldi 1, 2, 3, 4, 5 pan. Shu vaqtda 5 panni qanday всевозможный variant bilan распределять qilamiz desak, uning uchun 5 ning faktorialini topamiz. Endi 5 ning faktorialini topgandan keyin bizda hisob bitmaydi. Sababi, qaranglar, algebra, geometriya o'zaro o'rin almashishi mumkin. Shu vaqtda 5 ta algebra, geometriya deb buni faktorial bilan 5 faktorial bo'ldi. Keyin geometriya bilan algebrani o'rin almashsa, bunlar hammasi qolsa, o'sha yana qanchalik bo'lsa, shunchalik yana qo'shildi. Shuning uchun ko'paytimiz 2 ga. 5 faktorial deganimiz 1, 2, 3, 4, 5 ning ko'paytini desam, buni 20, buni 2si 6, 12, 12ni 20 ko'paytsak 240. Вот такой интересный хисап. Vaalaykum assalom. Men qo'shilganlarga еще раз. То'qqizinchi hisobda nima deydi? Рассчитайте расход масляного колера, идущего на окраску стен помещения в виде параллелепипеда. То есть sızıplı qo'yib. Bizning bir bo'lmimiz bor ekan. Примерно bunday yasab qo'yaylik. Endi buning только tamlarini bo'yaymiz. Только tamlarini bo'yaymiz. Длина 5 metr maya bo'lsin, ширина buni bo'lsin, bizga oldi qarab turgan taraf. Ну, давайте A deb qo'yaylik, B deb qo'yaylik, и egizlik C ni 2,5 metr deydi. Buni 2,5 metr ekan. Bu vaqtda biz tamlarni bo'yaymiz, только tam. Pol bilan потолокni bo'ymaymiz. Va bu yerda nima bor ekan? Deriz bor ekan. Ну, допустим, men bu yerda deriz bor deb qo'yaylik-da. Mayli bir eshik bor ekan. Eshik bilan derizni, конечно, тоже bo'ymaymiz. Deriz bilan eshikni bo'yamagandan keyin u deriz bilan eshik hamma maydonning 12% ni qurashtiradi ekan. То есть 12% ni bo'ymaymiz ekan. Это важно. 8A deganlar durust, yaxshi. Так, endi nima qilamiz bu yerda? Bu yerda получается maydon topamiz, durustmi? Agar deydi 1 kvadrat metrga 0,2 kilogramm koller ketsa, mushta kraska ketsa, u vaqtida hammasiga umumiy qanchalik kraska koller kerak deydi. Topaylik. Uning uchun bunday qilamiz, bolalar. Masalan, buni oldimiz bizga qarab eshik bor taraf turgan stenka. O'chirib qoldim. Buni orqasidagi stenka ikkisi o'xshaydi, durustmi? Vaqtida bu tik 4 bo'lmoqlar. Tik 4 bo'lmoqning maydonini tepish uchun biz uzunligi bilan egizligini ko'paytamiz. Mayda 4 ni ko'paytimiz 2,5 ga va ko'paytimiz 2 ga, sababi bundaq tamdan 2 tal bor.
Endi buni biqindagi tamlarni ko'raylik. Buni aynak bor tam и uning qarama-qarshi buni tarafdagi tam. Uningdimi 2 tal bo'lgankin, hozir men yozib o'tay ruchkamni o'zgartib. Плюс deyman, потому что общий площадьni izlayapmiz, umumiy maydonni izlayapmiz. Buni qizil bilan bo'yalganning egizligi 2,5. Uzunligi bu yerda 5 metr. И тоже 2 ko'paytibmiz, sababi bu yerda 2 tal tik 4 burunliq bor. Endi оңай yo'l, конечно же, 2,5 2 ko'paytirish u bo'ldi 5. От перестановки множителей произведения не меняется deydi ғой, shuning uchun 4 ni 2,5 ko'paytmoq qiyinroq. Lучше 2,5 ni 2 ko'paytmoq bo'ldi 5. 5 ni 4 ko'paytsanglar 20. Katta qudashim, maydimi 2,5 bilan 2 bor ekan, 5 bo'ldi. 5 ni 5 ga ko'paytsanglar 25. В общем, общий maydonimiz 45 kvadratlik metr chiqdi. Надеюсь, мешакчан все понятно hozircha. Просто har bir stenkaning отдельно maydonlarini tepib, 2 ko'paytib, общийni qo'shdik. 2 4 bo'ldi. Agar men shu yerda yana pol bilan потолокni krasить qilamiz degan bo'lsak, u vaqtida, конечно, yana 4 ni 5 ga ko'paytib, 2 ko'paytirdik. Но bu yerda пока kerak emas. Только tamlarni bo'yayapmiz. Ну, конечно, bu esa bitmadi. 45 metr kvadrat u общий площадь. Bu общий площадь deganimiz 100%, durustmi? Mana shu 100%ning 12% ishik va deriz bo'lgan, ularni bo'ymaymiz-ku. Ularni, значит, bo'yamagandan keyin ularni biz 100% dan ivitishimiz kerak. Prosent unutgandim. 100 dan 12 ni yetsak 88%. 88% ni 10lik aylantirsak 0,188 chiqadi. Bugun прям вообще уже редко kirdigan o'quvchilarmi kirib. Deb qo'yay. Shu 0,188%, 88% bo'yalgandan keyin buni 45 metrning 0,88% ni tepishimiz kerak. Uning uchun 45 ni аккуратно ko'paytimiz 0,188 ga. Кстати, YNT'da уже kalkulyator bor, конечно. U yerda kalkulyator bilan ishlasanglar bo'ldi. Biroq 4-sinfda o'qiyotgan o'quvchilar пока o'rganmaydi unga kalkulyatorga. O'zlari внимательно ko'paytsin. 45 ni 1 dan kichiksan ko'paytgan kelmaydi, конечно же. 45 dan kichiksan bo'ldi. İyi bo'ldi 39,6 kvadrat metr. Значит, bizning bo'yaydigan maydonimiz mushunchalik. Endi agar 1 kvadrat metrga 0,2 kilogramm koller kerak bo'lsa, 39,6 kvadrat metrga qanchalik koller kerak? Endi bu yerni proporsiya deb krestikkam ko'paytib atsanglar bo'ldi. Shu vaqtida chiqadi x teng 39,6 ko'paytirilgan 0,2 bo'lingan 1 endi 1 ga bo'lish hajati yo'q. Chiqadi shu chog'da qancha bizda? Like biz qo'yganlarga rahmat. Hozir kirib ko'ryapman endi layklaringlarni. Так, ну 396 ni 2 ko'paytsanglar 600, 780, 792 mi? 792 ekan. Bundoq ko'paytamiz. 300 ni 2 ko'paytsanglar 600, 90 ni 0 qolmasin, razryadlarga bo'libchi. 90 ni 2 ko'paytsanglar 180, 6 ni 2 ko'paytsanglar 12. Qo'shganda 792 ekan. Ну, так не хотите, столбик умножайте, неважно. 5 ni keyin chiqsam bor, поэтому bir 2 ga almashtirib o'tsak, bormi ответ? Chiqirib yana chiqmay qolsa, baka. 7,192. Drus. Halima B degan drus. Ilham тоже drus. Ilinur тоже drus. O, hamma plus qo'ysizlar.
10. Yaxshi hesab 10. Shokoladka. Особенно qizlar shokoladkani yaxshi ko'radi. Тем более skoro 8 marta. Kelayotgan bayramlar bilan bandi-band tabriklab qo'yay qizlarni. Qozog'iston shokoladkasi 220 tanga turadi ekan. Agar bizda 3300 tangamiz bo'lsa va har bir 4-chi plitka shokoladka идет в подарок bo'lsa, biz qancha shtuk plitka konfet shokolad setib ola olamiz? Давайте сначала hisoblaylik, o'sha qancha shtuk setib olamiz, durustmi? 3300 tangaga qancha shokoladka setib olamiz ekan? 0 ketdi. 330 ni 22 ga bo'lsak 10 22 durust bo'linmatamda qancha bo'ldi menda? Так, 22 11 qolsa 110, normal. 15 chiqadi ekan. Ровно 15 shtuk точно setib olamiz ekan. Biroq 15 deb belgilab atsanglar, bu xato. Он xato deyapman, только что sizlarning kommentariyalaringizni ko'ryapman. Unutib qolasizlar, podarочкалар bor еще. Надо это. Каждая из 4-й плитки идет в подарок. То есть, если 1, 2, 3 tal setib oldinglar, 4-inchisi sizlarga подарка. Подарок. 8 marta. Красивый цветочек bilan yopib qo'yadi. Yana 3 tal setib olsanglar, 4-inchisi подарок. Tushunyapsizlar? То есть, bizning подаркам sanaylik qanchalik qoldi? 20 degan ответ chiqdi. Ko'raylik. 15 tal olsak, 15 ning, видите, через каждые 3 biz подарок yeyapmiz. 15 ni bo'limiz 3 ga chiqadi 5. И действительно, yana bunday nima qilgandan keyin, получается, 5 qatim mangmiz и 5 tal подарок setib olamiz. 5 shokoladka – это наш подарочек. И тогда общий 20 endi durust. Ketdik дальше. 11-chi hisob. На рисунке изображен график функциональной зависимости y от x. Найдите разность deganimiz ayrimlisini, minus degan so'z, между наибольшим и наименьшим значениями функции. Qaranglar, внимательно bu yerda значение функции degan ekan, значит y maksimumdan evitishimiz kerak y minimumdan. Аргумент degan narsa bor bu yerda еще. Аргумент deganimiz сразу yozib значение функции u y. А аргумент deganimiz u x. Buni зависимая переменная deganda edi ғой. Y вообще funksiyamiz y-dan f от x deb yozildi, общий вид. X ning o'rniga xohlagan sanni qo'ysanglar, bechara y ashdan qarab turdi. X qanday o'zgarsa, y ashdan зависит. Shuning uchun x независимая переменная, y зависимая переменная deb ataymiz. Aman söylesem xeyli kashf bor ekan men degan so'zlar. Men dayutma keyin sizlarga anglaysizlar uni. Endi 11-chi hisobni qaranglar. Y maksimumni topaylik. Y maksimum qancha bo'ldi? Qaysi точкада y ning ma'nosi eng cho'ng? Va y minimum degan ekan, qaysi chekda y ning ma'nosi eng kichik?
Так, uni uchundoq liniya проводить qilsak, вот ko'ryapmiz, что H точкасida, H точкасida Y qancha ekan? Y 1 deb qo'y или Y maksimum deb qo'y. Maksimum dedim-ku. Y maksimum teng 6 ga. Durust. Endi eng kichik deydi ma'nosi u Y точкасы durustmi? Y точкасida Y принимает eng kichik ma'nosini. Y minimum teng -2. Yana bir qatim qaytaryapman. Agar bu yerda найдите разность между наибольшим и наименьшим, разность между аргументами при наибольшем и наименьшем значении функции degan bo'lsa, argumentni so'ragan bo'lsa, bizda так, mayda x teng 14 ga, mayda x teng qanchaga? 5 ga deymizmi? 5 ga deb chiqaratdik. Biroq hozir argument hech kim so'ramadi. Всё. Vaqtida 6 dan аккуратно olmiz -2 ni. Chiqdi просто 8. Va alaykum assalom degan qo'shig'allarga. 12. Bu ham shu grafik chiroyli qarang. Bu yerda nima qilinadi deydi? Количество промежутков возрастания функций deydi. Bu yerda количество промежутков ko'raylik. Возрастание. Funksiyaning o'sish araliqlarini topaylik. 0 dan d'gacha funksiya o'syotidi, durustmi? То есть x'imiz 0 dan 4 mayda 1, 2, 3, 4 2. 0-4 ning oralig'ida funksiya o'syotidi. Ya'ni-chu 4 bilan 5 argumentlar qaraymiz. 4 bilan 5 ning oralig'ida funksiya резко tuvan tushib ketayotganda, это как sizlar nima dars o'qiganda o'qiysizlar yerga ketib, uf, dam olaychi deb sal boshqa bir yoqlarga ketib qolsizlar, TikTok'larni qarab ketsizlarda, keyin yana dars o'qish kerak deb возвращаетесь. И E точкасidan F точкasigacha 5 EF da. Это 5 dan qanchagacha ekan? Mayli, akkuratno yozay. 5 dedimi? 6, 7, 8, 9 gacha. Voy. 5 dan 9 ning oralig'ida funksiya тоже o'syotidi. Katta dalishi. Теперь F'dan G'gacha опять funksiya убывает, kemayotidi va 13 dan 13-14, 15 gacha, durustmi? Mayli, точкалар turdi. Mana 15 включительно. Demak, mana mushular sabli funksiyaning o'sish araliqlari. Endi количество промежутков возрастания, количество deydi. Сколько штук промежутков? Вот у нас один промежуток 0 dan charlar qilsam bo'pti-ku. В общем, 0 dan 4gacha bundoq точка запятая bilan. Agar промежуток orqali yozsam, keyin 5 dan 9gacha va 13 dan 15gacha deydi. Ну и всё. Shu chog'da bu yerda bizda qancha tal o'sish aralig'i bor? Bu yerda количество промежутков deydi, da. Endi количество degandan bu yerda 1, 2, 3 tal chiqdi. Числом большим 3 отпадает. Наибольшее простое число deydi. Eng cho'ng oddiy точно kelmaydi. Bizda oddiy son degimiz только 1 ga и o'ziga bo'linadigan sonlar bu kelmaydi. Наименьшее простое число degimiz u 2, bizda 3 bo'lib qoldi. Наименьшее нечетное число bizda 3 degan наименьшее emas, bizda 1 bor еще, durustmi? 1, 3, 5 deb ma'noda taq sonlar. Равно 5, наверное, men 5 emas, men равно 3 deb опечатка deb olsam, u chog'da durust javobi E bo'ladi ekan. 13-hisob.
Не слышно deyaptim sizlar. Men oldimda menda что-то video yaxshi ishlamayotdi deb chiqyotidi. Qandaq sizlar meni yaxshi anglatamsizlar? Qattiqroq gap qilay. 13-hesabga keldik. Anglatamsizlar? Plus qo'yinglar, anglatsanglar. Так, internet. Ha, bo'ldi, yaxshi pluslarni ko'rdim. Rahmat, katta xudoylashim. Так, endi kesapda nima deydi? Найдите количество чисел от 1 до 100 включительно, запятая, кратных 3 или 5. Bu yerda endi внимательный bir momenti bor. Bu yerda u buni qaranglar. Kratных 3 или deydi, ko'rdingizmi? Bu или degan важно. Mayda agar kratных 3 и 5 degan bo'lsa, boshqacha решение bo'ladi. Uni ko'rsatib beray hozir. Shunchalik или-ni chiqarib oladi. Bizni 3 ga bo'linadigan va 5 ga bo'linadigan qancha son bor? Uni endi chiqarishni, как обычно, bir ikki yo'li bor. Точно ko'rsatiladigan. Birinchisidan yozsanglar bo'ldi. 3, 6, 9, 12 и так далее, и так далее, и так далее. Oxirgisi 99, durustmi? Mushlarning hammasi 3 ga bo'lindi. Endi qancha shtuk bor tepish uchun buni n1 deb qo'yay. Biz shu 99 ni просто 3 ga bo'lib etsak, 33 tal chiqadi ekan, durustmi? 33 tal 3 ga bo'linadigan son bor. 5 ga bo'linadigan sonlarni qancha tal bor? 5, 10, 15 deb hammasini yozmaymiz, конечно. Qancha tal shtuk kerak bizga? N ga teng bo'ldi. 200 ni 200 nereden chiqdi? 100 ga kechiringlar. 100 ni 5 ga bo'lsanglar 20 chiqadi. Ну и казалось бы, 33 qo'shilgan 20 teng 53. И unda ответ yo'q. Endi nimishki yo'q? Kimda anglanmayotidi? Наверное, это у вас ishchillarda внутренний проблема bor internetda. Но men как обычно сохраняется всё, shuning uchun keyin yana bir ko'rib olsangiz bo'ldi. Nimishki bu endi buni 33 ga 20 ni qo'shsak 53 degan yo'q. Иногда mana ответ bo'lib qolishi mumkin. Ashuni belgilab atsam, u xato bo'ldi. Sababi bizga bunday deydi. Или degan bor-ku, kratных 3 или 5 deydi. Shu vaqtida bizda ham 3 ga, ham 5 ga bo'linsa, значит 15 ga bo'lindi degan son bor-da. Mana 12 dan keyin qaranglar. 15 degan raqam maydan bor, bu yerdan bor. Shundan keyin mayda идет, дальше mayda где-то nim bor, 30 degan son bor. Ikkinchi rядda mayda 30 тоже bor, durustmi? Shu sonlar bizda hozir qancha tal shtuk bor deb sonlar, 33 ning ichida 15, 30, 45 и так далее тоже bor. 20 tal shtuk buni 5 ga bo'linadigan sonlarning orasidami? Shu 15, 30 degan sonlar qaytariladi. Yozaylik shu sonlarni. Короче, 15, 30, 45, 60, 75 и 90 degan son 1, 2, 3, 4, 5, 6 shtuk. Ular buni первый rядdan bor, ikkinchi rядdan bor. Shuning uchun biz 33 ga 20 ni qo'shib bo'lgandan keyin 2 qatim qaytalanayotgan 6 tal shtuk buni sonni yetishimiz kerak. Endi 53 dan 6 ni yetsanglar chiqadi 47. Endi durust. Rahmat. Men chiqarayotganlar. Durust edinglar. 14-hesab.
Амина хочет купить 3 тетради и 2 ручки. Какую наименьшую сумму денег ей нужно взять, если она знает, что цена тетради больше 15 тенге? Bir tal daftar alsаңlar, uning бағасы 15 tengeden jiq va 20 tengeden kam. Муж их больше или равному строго большему degan вопрос победы. Ладно, hozir o'ylab boqay. Yana demabdi bu yerda? Цена ручки, bir tal ruchka alsаңlar, uning бағасы 30 tengeden jiq, biroq 50 tengeden kam. Endi Amina 3 tal daftar alsa, biz buni tengsizlikni полностью so'ng taraf bilan o'ng taraf, nam tarafini, в общем, 3 ga ko'paytamiz. 2 tal ruchka alsak, buni ikkinchi qo'sh tengsizlikni 2 ga ko'paytamiz. Chiqadi shu chog'da. Sistema yeb qo'yaychi. Sistema olmayman, bo'ldi. 15 ni 3 ga ko'paytsak 45, это 3 tal daftarning бағасы 45 dan jiq, 60 dan kam chiqadi. 2 tal ruchkaning бағасы 60 tengeden jiq ve 100 tengeden kam. Shu vaqtda ikkisini 3 daftar va 2 ruchka setib evatmiz deganki, qo'sh tengsizliklarni, по-моему, 6-sinfda bor deyman mana shu tema. Qo'shsak, so'ng tarafini so'ng tarafiga, o'ng tarafini o'ng tarafiga qo'shamiz. 45 ga 60 ni qo'shsanglar 105. Это 3 daftar bilan 2 ruchkaning бағасы va 160 dan kam bo'lishi kerak. Shu vaqtda 105 dan strogo jiq desak, 105 ni ololmaymizda, 105 100 точно kelmaydi u. 105 dan jiq bo'lishi kerak, 102 точно kelmaydi u. Bu chog'da qaysi keldi bu yerda? 105 ni olay desam, qaranglar, menga strogo неравенство qo'ydik, durustmi? Bu yerda abek предыдущий hisobda mana shu taqdirda наибольший не превышает bir nimta u hisobda. Avtobusga odamlar o'taganda. Endi bu yerda цена тетради больше 15 tenge degandan keyin strogo bo'lisha olaylik. U vaqtida 105 dan jiq bo'lishi kerak. 105 ni ololmaymiz. И наименьшая цена u vaqtida 115 emas, 110 chiqadi. Gap to'xtalishi 15-hisob, oxirgi hisob. Chapsan so'zlayman deb yana uzoq bo'lib ketib bordi. Сама должен покрасить пол в 3 одинаковых кабинетах размером 5 на 12. Найдите количество банок краски, необходимых для выполнения этой работы, если расход составляет 150 грамм на 1 квадратный метр. Ну, вообще оңай. Bizda tik 4 bo'lmoqlar ekan. Uning kengligi 5, uzunligi 12 ga, imashtaxtdan 3 tal bor. O'xshash turibmi? Ну, suzishni hojati yo'q-da, ладно так. Suzishni yaxshi ko'rmay, особенно кривокоса. Vaqtida bir talning maydon tepish uchun 5 ni 12 ga ko'paytsanglar 60, ну и понятное дело, bular hammasi 60 dan. Общий maydon tepish uchun 60 ni просто 3 ga ko'paytirsak, 180 kvadrat metr chiqdi. Endi 1 kvadrat metrga 150 gram kraska ketsa, u vaqtida 180 metr kvadrat qanchalik gram kraska ketadi tepish uchun? Nima qilamiz? Просто ko'paytiramiz. 180 ni ko'paytiramiz 150 ga. Kстати, keyin endi kilogramga aylantiryapmiz. 180 ni 150 ko'paytirsanglar, по-любому тут 2 nolga точно bor. 18 ni 15 ga ko'paytsanglar. 18 ni 10 ga ko'paytsanglar 180. 18 ni 5 ga ko'paytsanglar 90 dedimi? 90. Qo'shganda 270. 27 000 gram kilogramga aylantirganda 1000 ga bo'lib etmizda 27 kilogram chiqadi. Ну всё. Bo'ldi shuning bilan bugungi dars. Agar tushunganinglar bo'lsa, ya bo'lmasa, bir savollaringlar bo'lsa, конечно же, kommentariyga yozib qo'yinglar, ya bo'lmasa elektronniy pochtamga aloqalashinglar. Bo'pti, andiki subbotda Xudoyim fursat 2 da, как обычно, ko'rishgacha sog'-salomat bo'linglar. Hammalarga xo'sh, молодцы.